qurganda xatolardan yana bittasi mana shu suvni turba qilib uydan imoratdan uzoqroqqa chiqarmaslik. O'zi qurilishda atmosga qo'yiladi. Atmosga o'sha atrofdagi imoratni suvdan himoya qilish bitta vazifasi. Atrofga suv bormaslik, imorat cho'ktirmaslik. Bu obyektga qurilish qilganda ahamiyat berilmagan, bu yoqqa oqib qo'yilgan. Suv pastdan bu yoqqa oqib o'rgan. Bu faqat devor o'zi emas, navis suv ham bu yoqqa keladi. Oqib tushib, buni steshkalar cho'kkan. Yerlar cho'kkandan keyin pastdagi grunt cho'kkandan keyin turbani ezadi. Turbani bosgandan keyin atrof o'sha tortgan kanalizatsiya turba hammasini cho'ktirib, oqibati juda ayanchli bo'ladi. Mana shu steshka cho'kkan, turbani cho'ktirgan. Turba cho'kib kanalizatsiyadan suv ketmaydigan, axlat yig'iladigan bo'lsa, bu orqaga yurib butun sistema, butun uchastkani sistemasi ishdan chiqqan. Shuning uchun bu narsaga ham ahamiyat berish kerak o'zi. Har gapga ahamiyat berilmaydigan narsa oqibati ayanchli bo'ladi.